Hammaning orzusi bu Koreyaga borib, Seul shahrini ko'rish. Seul eng chiroyli va siyli shaharlardan bittasi hisoblanadi dunyo bo'yicha. Keling endi o'sha Seuldagi eng dahshatli voqealar haqida gaplashamiz. Bilasizmi, bu Gangnam rayonidagi eng chiroyli va elitni JKlardan bittasi hisoblanadi. Yashash turar joylardan bittasi hisoblanadi. Lekin afsuski bir necha yillar oldin bu yerda juda ham dahshatli narsalar bo'lgan va qancha millionlab odamni ko'z yoshi to'kilgan. Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Ekran yoniga yaqinlashib o'tirib olinglar. 1989-yilda Koreyadagi eng elitni va eng katta targ'ov sentri ochiladi. Targ'ov sentr bu savdo majmuasi. Oddiy qilib aytganimizda mall desak ham bo'ladi. Juda ham chiroyli va juda ham ko'p magazinlarga ega bo'lgan bu targ'ov sentr ochilganda millionlab odamlar keladi va bu savdo majmuasiga juda ham havas bilan qarashardi, chunki bu Koreyadagi eng birinchi elitniy mallardan bittasi hisoblanardi. Bu savdo majmuasini boshqa savdo majmualaridan umuman farqi yo'q edi. -1 da oziq-ovqatlar do'koni, birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatlarda esa juda ham qimmatbaho brendli kiyimlar sotilardi. 5-qavatida esa food court. Samsung savdo majmuasiga Seulning har xil rayonlaridan odamlar kelib, har xil narsalar o'ziga sotib olardi. Va aytishlari bo'yicha Samsung savdo majmuasida har kuni 1,5 milliondan savdo bo'lgan ekan. Hammasi go'yoki yaxshi ketayotganida 1995-yilda 29-iyunda yozning eng issiq kunlarida hammasi har doimgidek ketayotgandi. Sotuvchilar sotish bilan, xaridorlar esa olish bilan ovora edi. Lekin afsuski nimagadir ertalabdan Samsung savdo majmuasida konditsionerlar ishlamaydi va juda ham issiq bo'ladi targ'ov sentrining ichida. Hamma sotuvchilar, hamma xaridorlar bunga hayron qolishadi, chunki bu elitniy savdo majmuasi edi. Oddiygina savdo majmuasi emas edi va hamma so'ray boshlaydi, nimaga konditsioner ishlamayapti? O'shanda sotuvchilarga savdo majmuasining administratoridan xabar keladi. Bugun konditsionerlar ishlamaydi va bugun shunaqa ishlashimizga to'g'ri keladi degan xabar keladi. Bu narsani eshitgan sotuvchilar hamayli bugun konditsioner ishlamayapti, hech qisi yo'q deb ishni davom etishadi. Lekin ular har doimgidek bu elitniy savdo majmuasi. Agar bir narsa ro'y bersa, bizga administrator sirazi aytadi. Biz hammasidan xabardor bo'lamiz deb ishini davom etishadi. Lekin shunda ularga yana bitta xabar beradi. Savdo majmuasining 5-etaji nimagadir ishlamayapti. Food court nimagadir ishlamayapti degan xabar keladi. O'shanda sotuvchilar administratordan nimaga ishlamayapti deganida, u yerda remont ketyapti, vaqtinchalik yopiq deydi va xaridorlarga ham buni yetkazadi. Va shunda kun mobaynida birinchi marta qayerdandir juda ham dahshatli ovoz eshitiladi. Nimadir tushib ketayotganga o'xshagan ovoz eshitiladi. Hattoki o'sha magazinlardagi narsalar qimillab ketadi. Xaridorlar va sotuvchilar esa bu narsaga e'tibor bermaydi. Hammayli qayerdadir yer qimilladi deb o'ylashadi. Soat 17:52 da juda ham dahshatli narsa ro'y beradi. Butun zdaniya, butun savdo majmuasi tepadan pastga qulaydi. Va buni ko'rgan sotuvchi va xaridorlar qochishga urinadi, lekin afsuski ular qochishga uspet qilishmaydi. Chunki bu bir necha soniyada bo'lgan narsa bo'ladi. Har qavat bir-biriga tushib keladi va hamma sotuvchilar ham, xaridorlar ham o'sha zdaniyaning tagida qolishadi. Bu narsalarni ko'rgan va o'shanda birinchi etajda ishlagan Yu Chixvan ismli qiz hamma narsani ko'rgandi va o'shanda aytib berish bo'yicha, sen ko'zingni ochsang ham, yumsang ham hamma joy qorong'i edi. Hech qanaqa yorug'lik yo'q edi va men shu ahvolda hech qatimni qimirlata olmasdim, chunki men betonlarning ichida qolib ketgandim va meni peshonamda shunaqangi bitta g'or paydo bo'lib qoldi, chunki temir kirib ketgandi. U chuqurga barmog'imni tiqsam ham bo'lardi. Shunaqa darajada yomon ahvolda edim deb aytib berdi. Millionlab odamlar nimaga bunaqa bo'lganini bilmas edi, chunki bu eng elitniy savdo majmuasi edi. Qanaqa qilib Samsung savdo majmuasi bunaqa narsaga duch keldi deb savol berishardi. Va achinarlisi, o'sha yerga MChga kelganda ular ko'p narsa qila olmasdi, chunki agar hozir biz betonlarni qimirlata boshlasak, qolgan yoki tirik qolgan odamni nobud qilishimiz mumkin deb juda ham sekin harakat qilishardi. Qutqaruvchilar yana bitta narsadan qo'rqardi, chunki 3-chi yoki 4-chi yoki 2-chi yoki 5-qavatning o'rtasida betonlarning orasida ozgina joy qolgandi. 30 sm yoki 20 sm. O'sha 20-30 sm-lik oraliqning ichida tirik odamlar bor edi. Agar ular hozir betonni qimirlatsak, u tirik odamlar o'lib qolishi mumkin deb juda ham sekin harakat qilardi va ehtiyotkorlik bilan harakat qilinardi. O'sha yerdagi o'zini tanishini yoki qarindoshini qidirishga kelgan odamlar nima qilishni bilmasdan volontyorlik bilan shug'ullanishadi. Ular ham qanaqadir bo'lsa ham bizni foydamiz tegsin degan maqsadda o'zlari sekin betonni qimirlatib, uni ichini kovlab boshlashadi. Ajab emas, agar o'sha yerdan tirik odam chiqib qolsa deb umid bilan ularni qidirib izlab boshlaydi. Lekin afsuski, yaxshi odamlar bor joyda yomon odamlar ham bor degan gap to'g'ri. O'sha yerda bir ikkita marodyorlar ham topiladi. Marodyorlar deganimda nimani nazarda tutayotganimni hozirgi videoda ko'rishingiz mumkin. Ular savdo majmuasi qulagandan keyin qimmatbaho soatlar, tilla buyumlar, kiyim-kechaklar, shularni o'g'irlash bilan band edi. Bir tarafda yaxshi odamlar o'zini g'irt begona odamlar desa ham bo'ladi. Bir tarafda yaxshi odamlar, begona odamlar tirik qoldimikan deb qidirishga tushganda, bir tarafda marodyorlar narsalarni o'g'irlash bilan band edi. Tasavvur qilasizlarmi? Qutqaruv xizmati bir kun ishlab, ertasi kuni 200 ta odamni qutqarishadi.
lekin 600 ta odam hali ham topilmagandi, izsiz yo'qolgan edi. Bu 600 ta odam faqat faktichески odam edi. Торговый sentrda yana qancha odam bo'lganini hech kim bilmasdi. Hamma odamlarni qutqarish bilan, hamma qarindoshlarini izlash bilan band bo'lganda, Seulning hokimi bo'ldi, qutqaruv xizmatini tugatamiz. Bo'ldi, endi yoqdan tirik odam chiqmaydi degan qaror chiqaradi. Bu narsani eshitgan xalq ko'zi qonga to'lib ko'chaga chiqishadi. O'shanda 500 tadan ortiq odam protest bilan ko'chaga chiqishadi. Nimaga biza qidiruvni to'xtatishimiz kerak? U yerda hali tirik odamlar bor deb. Bunaqa protestni ko'rgan Seulning hokimi hammayli qidirishni davom etinglar deb yana qaror chiqaradi. Birinchi etajni qayerda yotgan tirik qolgan Yu Chixvan esa, nahotki men hozir o'laman? Nahotki bu meni oxirgi nafasim? Nahotki meni hayotim shunaqa qisqa bo'ladi deb o'ziga o'zi savol berardi. Meni yaqinlarimchi, meni oyimchi deb o'ziga o'zi savol berardi va shunaqangi darajada uni oxirgi umidi so'ngandiki, men endi o'lsam kerak, meni hech kim topa olmasa kerak deb o'ziga o'zi aytardi. 3-kundan boshlab qutqaruv xizmati ekskavator bilan o'sha betonlarni kovlab boshlaydi. Ularning chunki boshqa chorasi qolmaganda. O'shanda Yu Chixvan aytib berishi bo'yicha ekskavator har qoziganda betonlar bir-biriga juda ham sekin-sekin siljib pastga tushardi va shu vaqtda Yu Chixvanning oyoqlari betonning ustida edi va beton sekin-sekin meni oyoqlarimni ezib boshladi. Nahotki men oyoqsiz qolaman deb o'zimga o'zim savol beraman deb aytib berardi. 3-kun qutqaruv xizmati 40 ta o'lik murda topishadi va ularning yaqinlari oxirgi manzilga kuzatishadi. 4-kun esa savdo majmuasiga Koreyaning prezidenti keladi va atrofni qaray boshlaydi. Lekin afsuski uni kelgani qutqaruv xizmatini yana ham sekin ishlashiga sababchi bo'ladi va bundan xalq juda ham norozi bo'ladi. O'sha kuni почти hech kim ishlamadi, chunki prezidentdan keyin bosh vazir keladi, bosh vazirdan keyin ministr keladi, yana u keladi, yana bu keladi, hammasi просто ko'rib ketadi. Lekin shuning evaziga qutqaruv xizmati ular bilan ovora bo'lib, bu yerdagi betonning tagida qolgan odamlar qutqaruvsiz qolib ketyapti deb norozi bo'lishadi. Endi esa iltimos 5 daqiqa agar ta'sirchan bo'lsangiz, bu videoni ko'rmay turing. O'sha kuni 4-kuni qutqaruv xizmati betonlarni qaziyotganda odamlarni tanasini topishadi va juda ham dahshatli holatda topishadi. Bitta tarafda oyoq, bitta tarafda bosh, bitta tarafda qo'l, bitta tarafda yana qaysidir a'zo yotgandi va shunaqangi darajada kiyimlar ham topiladi. Aytmoqchi bo'lganim, betonga urilganda, orasida odam qolib ketganda, ular просто ezilib ketgan bo'ladi. Tasavvur qilsam, tirik odamlar beton bilan beton tekkanida bir-biriga ezilib ketgan bo'lishadi. Va kutilmaganda 5-kun bu narsalarning hammasi kamlik qilayotgandek, qattandir pojar boshlanadi. Pojarni tezroq o'chirish uchun qutqaruv xizmati suv sepishni boshlaydi. O'shanda Yu Chixvan aytib berishi bo'yicha tirik qolganlar betonlarning tagida hammasi shunaqangi darajada chanqagandiki, hammasi suvga shunaqangi darajada xor va zor ediki, boyaga kelayotgan suv betonlarga aralashib, qon bilan aralashib kelayotgan suv bizgacha tushdi va biz buni ichdik. Chunki shunaqangi darajada biz chanqagan edik. Tezroq chiqishni xohlardik u yerdan. Agar hozir shu suvni ichmasam, suvsizlikdan ham o'lishim mumkin deb, o'sha suvni ichishga majbur bo'ldik deb aytib beryapti. Oradan 6-kun, 7-kun o'tdi, lekin tiriklar soni juda ham kamayib ketgandi. 200 ta, 300 ta, 100 ta, hammasi o'lik murdalar u yerdan chiqayotganini qutqaruv xizmati aytardi va ularning oila a'zolari o'sha yerda turib, ularning chiqishini kutayotganda bu narsalarni ko'rib, battar tushkunlikka tushishardi va tirik odam qolmagan bo'lsa kerak deb o'ylashardi. Oradan 12 kun o'tib, 12-kuni birinchi etajda yotgan Yu Chixvanni topishadi. Qarangga, agar Alloh qutqaraman desa, 1 kun emas, 2 kun emas, 12 kun betonning ichida odamni saqladi va uni sog'-salomat qutqaruvchilar qutqarib olishadi. Shuna qilib 12 kun o'tib, qutqaruv xizmati to'xtatiladi va bilasizmi nima? 4-etaj, 5-etaj, 3-etaj, 2-etaj, 1-etaj juda ham ayanchli ahvolda bo'lganida -1 aytmoqchi bo'lganim, yerto'ladagi qavat qanday bo'lsa shundayligicha turgan, faqat 5 ta etaj juda ham ayanchli ahvolda qancha odamni o'ligini olib ketgan. Lekin afsuski, savdo majmuasi qulaganda -1 da oziq-ovqatlar do'konida hech kim yo'q edi va u yerda odamni joni emas, oziq-ovqatlar but-butunligicha qolgan. Qutqaruv xizmati tugagandan keyin u yerda biroz vaqt memorialniy joy qilinadi. Hamma yaqinlarini yo'qotgan, hamma tanishlarini yo'qotgan odamlar u yerga kelib, doim yig'lab ketishardi. Bir tarafda bunaqa holat bo'layotganda, u yerda tirik qolgan odamlarni shov-shov, televideniya chaqirishardi va bundan butun shov qilishdi. Go'yoki bu ko'radigan narsa. Keling endi o'sha Sampung majmuasi nimaga bunaqa dahshatli darajada quladi? Shunaqa elitniy savdo majmuasi deb savol beramiz bir-birimizga. Va savolga javobni men hozir aytaman. Sampung savdo majmuasining direktori Li Jun juda ham xasis, qizg'anchiq boylardan bittasi edi. U Sampung savdo majmuasini qurayotganda quruvchi injenerga menga shunaqangi savdo majmuasi kerak, bu o'tga juda ham ko'p magazinlar bo'lsin. Qancha ko'p magazinlar bo'lsa, men shuncha ko'p foyda olaman dedi va menga shunaqangi qurib berganki, savdo majmuasini unga chertej chizib beradi, qanaqa qurish kerakligini. Lekin bu narsaga arxitektor rozi bo'lmaydi. Chunki Lijun zdaniyani bir-birini ushlab turish uchun va yaxshi mustahkam bo'lish uchun stalbalarni olib tashlaydi. Lekin arxitektor bu narsaga rozi bo'lmaydi
Agar men hozir olib tashlasam, bu zdaniya bir necha yillardan keyin albatta quliydi deydi. Lijun esa yo'q. Menga shunaqa savdo majmuasi kerak. Agar qancha ko'p stalba qo'ysang, shuncha kam magazin bo'ladi va foyda ham uncha ko'p bo'lmaydi deydi. Bu narsaga rozi bo'lmagan arxitektor Lijun bilan ishlamayman deydi. Lijun esa boshqa arxitektorni topadi va u xohlaganidek qurib beradi. Va qarabsizki, 5 yildan keyin Lijunning xasisligi, qizg'anchiligi orqali shuncha odamni o'ligi topiladi. Bilasizmi yana nima? O'sha kuni 29-iyunda zdaniya qulashdan oldin ertalab administrator Lijunga aytadi. Tomda konditsionerlar ishlaydigan joyda qanaqadir yorug' bor, juda ham katta yorug' va 5-etajda ham yorug' bor. Juda ham treshini katta bo'lib ketyapti. 10 santimetrga ochildi o'sha treshini. Как будто hozir zdaniya qulab ketadi. Keling, targ'ov sentri yopaylik deganda, Lijun unga qarab, hech qanaqa targ'ov sentri yopmaysan, savdo majmuasini. Agar hozir yopsak, odamlar soni kamayadi. Bilasanmi, hozir kun mobaynida qanaqa zo'r razgar savdo bo'ladi? Nimaga men yoparkanman deb, konditsionerlarni o'chirganda, 5-etajni yopganda, qolgan joy hammasi ishlasin deb administratorga buyruq beradi. Va qarabsizki, soat 5:52 da zdaniya qulashi ro'y beradi. Bu narsalar ro'y bergandan keyin Samsung direktori Lijunni qamoqqa 10 oy 2 oyga hukm qilishadi. Lekin afsuski, u boy va davlat bo'lganligi uchun 7 yil o'tirib chiqib, qamoqdan yana chiqadi va hozirgi kunda o'sha Samsung savdo majmuasining o'rniga juda ham elitli va katta boyvachchalar turadigan uylar qurilgan. Yaqinlarini o'sha hodisa orqali yo'qotgan odamlar esa hozirgacha u elitni rayonni yomon ko'rishadi va bu noto'g'ri deb o'ylashadi. Chunki qancha odamning qoni to'kilgan, qancha odam u yerda vafot etgan. Hozir esa u yerda boyvachchalar yashashyapti. Agar sizga shunaqa realniy voqealar, Koreya dramalari, Koreya olami qiziq bo'lsa, mening Instagram akkauntimga ham obuna bo'lib qo'ying. Hammaga ko'rishguncha sizlar bilan bu men Dilbar.